қасындай бал шағын бірге қалдырғандарым. Ішімде жүрген сабылып көптің, жалған достардан жалығып кеттім. Алаңсыз ойнап алаңға қонған сағым күндерде сағынып кеттім. Балаусаларым балдырғанда
kengaytirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim islohotlar va amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni shu ishlar natijasida maktablarimiz yangi barcha sharoitlar yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tabrigini o'qib eshitish uchun Kanimex tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mutaxassisi Jumatayev Nazarbek ustozimizga beramiz navbatni. Marhamat. Assalomu yillik maktab bitiruvchilari, bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning bitiruvchilarga yo'llagan murojaatnomasini o'qib eshittirishga ruxsat berasizlar. Mamlakatimiz maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlarimizga, aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar va muhtaram ota-onalar, bugun mamlakatdagi barcha umumta'lim maktablarda so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tabriklari bo'lib yetsangiz, bunyodkori degani sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchli va tayanchisizlar. Mamlakatimizda 207 ta oliygoh va 643 ta texnikum sizlarga zamonaviy bilim va kasb malakalar berishga tayyor. Tirishqoq va o'z kuchiga ishongan yoshlarimiz hali maktabni tugatmasdan turib yurtimizdagi chet el nufuzli oliygohlarga mustaqil daromad topish ko'nikmasligini egallash muhim malaka natijasiga uslanish ko'payapti. Bugun qishloqda oddiy maktab bitiruvchisi ertaga dunyo tan oladigan olim bo'ladi. Bunda bugun oldida katta maqsadlar qo'ygan izlovchan yoshlarimiz ertaga millionlab insonlarga xizmat qiladigan texnologiyalarni yaratadi. Bunda kitob o'qiyotgan bir qizaloq ertaga mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichiga olib chiqadigan farzandlar tarbiyalaydi. Shu bois har biringizga kamida bittadan xorijiy til va zamonaviy kasb egallashga harakat qiling. Bu kelajakda ochilgan eshik siz uchun qo'shimcha imkoniyat va rag'batdir. Tadbirkor bo'lish istayotgan yoshlarimiz uchun banklar joriy yil 25 trillion so'm arzon kreditlar taklif etmoqda. Startup loyihalarini boshlagan bitiruvchilar esa 100 million dollar mablag' tayyorlab qo'yganmiz. Eng yirik ati kompaniyalar har bir yili kamida 50 ming bitiruvchini sun'iy intellekt bo'yicha o'qitib, yuqori daromadlar tez o'zgarayotgan davrda hayotda uning keskin talablarga tayyor bo'lish eng muhim vazifa. Ushbu yilda sizlar uchun eng yaqin do'st va eng kuchli qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi va kuchli iroda, keng dunyo qarashga ega bo'ladi. Bugungi hayotimizda sizlar uchun o'rnak bo'ladigan yurtimiz yosh qahramonimiz ko'p. 4-5 yil oldin maktabni tugatgan Javohir Sindorov, Nodirbek Abdusattorov, Abduqodir Husonov kabi mashhur sportchilarimiz shaxmat va futbol olamida butun dunyoni qoyil qoldirmoqda. Yosh kino ijodkorlarining suratga olingan qisqa metrajli film Cannes xalqaro festivallar doirasida inklyuziv filmlar festivali Grand Prix mukofoti olishga sazovor bo'lmoqda. Kuni kecha futbol bo'yicha mamlakat milliylari yangi O'zbekiston ustollari yetishib chiqadi. Bu dunyo har bir ongli inson ota-onasi ustozlar el yurti ishonch oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaflar aslida shu. Siz bugun maktabni tugatsangiz, lekin katta hayot maktabingizda boshlanmoqda. Mana sizlarga ana shunday tezlik, baxt, yuksak saodat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizda katta maqsadlar qo'yishga hech qachon qo'rqmang. O'zingizga ishonib hamisha olg'a boring. Doim o'zlaringiz islohot ruhi. Rahmat. Ayni damda 2025-2026 o'quv yilida fan olimpiadalari, ko'rik tanlovlarida va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi
bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek jonkuyar, ijodkor o'qituvchilar maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlanadi. Endigi nomzodni maktabimiz direktori Qidirbayev Yerjan Nodirbayevichga beramiz. Marhamat. Men hozir tuman hokimini bitiruvchilarga kunga tabrikini o'qib beraman. Assalomu alaykum aziz ustozlar, muhtaram ota-onalar, qadrli, suyukli bitiruvchilar, mening yosh do'stlarim. Bugun yurtimizning barcha ko'chalarida bo'lgani kabi bizning tumanimizda ham 2025-26 o'quv yili yakuni munosabati bilan yuksak ma'rifatli avlod 3-Renessans poydevori shiori ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlari tashkil etilmoqda. 2025-2026 o'quv yilida 272 nafar 11-sinf bitiruvchilari maktab bilan xayrlashmoqdalar. Qadrli yoshlar, bu yil bitiruvchilarimizning 23 nafari 8.4% maktabni tugatmasdan turib muddatidan oldin talabalik baxtiga muyassar bo'ldilar. Quvonarlisi, o'tgan o'quv yilida bu ko'rsatkich atiga 5 nafar malakali mutaxassis o'qituvchilar ta'lim tarbiya berdilar. Shundan 2 nafari oliy toifa, 6 nafari birinchi toifa, 9 nafari ikkinchi toifa, 4 nafari tugallanmagan oliy, 14 nafari mutaxassis o'qituvchilar faoliyat yuritmoqda. Oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi quyidagicha: 2024-25 o'quv yilida 9 o'quvchidan 6 nafari o'qishga kirdi. 3 nafar kasb-hunar texnikumiga jalb qilindi. Jami o'qishga kirish ko'rsatkichi 100%, oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi 67% ni tashkil etdi. Har o'quv yilida bo'lib o'tayotgan fan olimpiadalari o'quvchilarimiz faol qatnashib, tuman bosqichida 1 nafar o'quvchimiz 11-sinf o'quvchisi Naimov Diyor kimyo fanidan tumanda 2-o'rinda, viloyat bosqichida qatnashdi. Joriy yilda matematika fani o'qituvchimiz Qanatbayeva Aynur xalqaro sertifikatga, ingliz tili fani o'qituvchimiz Bunyodni qo'lga kiritib, viloyat bosqichida 2-o'rinni egallab qaytishdi. Kasaba uyushma tomonidan o'qituvchilar o'rtasida tashkil etilgan futbol musobaqasida tumanda maktabimiz o'qituvchilari 1-o'rinni egallab, viloyatda g'ag'irli 3-o'rinni egallab qaytishdi. Albatta, bu kabi yutuqlarimiz erishimizning barchasi mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan yoshlarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar. Hurmatli mehmonlar va ota-onalar, ustozlar, hamkasblar va aziz o'quvchilar, so'zim so'ngida bugungi tadbir so'nggi qo'ng'iroq barchangizni samimiy muborakbod etaman. Bitiruvchi 9-11-sinf o'quvchilari yoshlarimizga oldilarida turgan bitiruv davlat imtihonlari sevarligi, o'z kasbiga doirligi va o'quvchilarga do'stona va samimiy ta'lim tarbiya berayotganligi hamda o'zining tarafli va yuksak mehnati orqali ta'lim sohasi rivojiga qo'shgan Qonimiy tumani 10-maktab o'quvchisi Sharafov Najmiddin Qurbonovich tuman maktabgacha maktab ta'lim bo'limi tomonidan yana bir o'quvchimiz jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi Aydar Belibay. 8-sinf o'quvchisi Nishonov va Arujan. 8-sinf o'quvchisi Qodirova Yulduz. 8-sinf o'quvchisi Yodgorova Eliza. 8-sinf o'quvchisi Raimov Almas. Marhamat. Tabriklash uchun so'z navbati. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ustozlar.
hammani shu 25-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu umr sinf avvalambor shu umr sinfga shu katta hayotga o'zini qadamini qo'ygan ekan. Shu Xonmeh tumani Shulko'l mahallasini oldidan ko'rsatishga, o'z kasbini o'z fidoyisi bo'lishga chin dildan sog' qolaman. Shu Boshibek kuncha shu 10-maktabdagi hamma menga ta'lim bergan, tarbiya bergan ustozlarga hammasiga cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Meni kimki urushgan bo'lsa, menga tanbeh bergan bo'lsa, shulardan oldin vaqtida xafa bo'lganman. Hozirgi kunda shu ustozlarning orqasida shu darajaga keldim. Sizda aytgan so'zlaringiz men uchun O'zbekiston konstitutsiyasi. Shunga hurmat qilaman sizlarni, boshim yetgancha ta'zimdaman. 40 yillik, 30 yillik, 20 yillarga ham chin qalbimdan tabriklayman. Shu uzoqdan Qozog'istondan kelgan mehmonlarimiz bor. O'zbekistondan kelgan bizlar sog'inib, shularni kutdik. Maktab davlarini esladik. Hammangizga chin qalbimdan bayram muborak bo'lsin. Bir chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, jан-жақтан kelgan qonaqlar, ата-аналар. Mine bugun uzoqdan kutgan 25-mамыр mектеп bitiruv keshi. Mına tilектер сияқты bizde kezінде kichkintoy bala boldik. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың дегендей, міне біз осы өзіміз бітіріп кеткен мектебімізге 20 жылдан соң келіп кездесіп отырмыз сіздермен. Құрметті ұстаздар, біз сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Сіздерге тек қана отбасыларыңызға амандық, зор денсаулық тілейміз. Сонымен қатар біздің өзіміздің сыныптастарымыз сонау Қазақстаннан, Өзбекстаннан баршамыз бір-бірімізді басымызды қосып осы жерде жиналып отырмыз. Бізге тәлім тәрбие берген, білім берген ұстаздарымыздың баршасына ұзақ ғұмыр, денсаулық тілейміз. Және де өзіміздің шағын мектепке деген сыйлығымыз бар. Соны қабыл алыңыздар. Жаңа ғана айтқандай кезінде біз ұстаздарымыздың ұрсып, мысалы айтқан сөздерін осы күнге дейін керісінше бізге балдай. Сол үшін бізге тәлім тәрбие берген ұстаздарымызға мың алғыс айтып, басымызды иеміз, рахметімізді айтамыз. Сіздердің арқаңызда бізде міне осылай қазіргі күнде біреуіміз мұғалім, біреуіміз дәрігер, біреуіміз әкім және біреуіміз басшы болып жақсы қызметтерде жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан сіздерге көп ризашылығымызды айтып, алғысымызды білдіреміз. Рахмет сіздерге. Құрметті ұстаздар, Rahmat sovg'alar uchun, taklif uchun katta rahmat. Dunyoda ota-ona uchun farzandning baxt kamolini ko'rishdan ortiq quvonch bo'lmasa kerak. Hozir ana shunday tuyg'ularni his qilayotgan ota-onalarni davramiz markaziga chorlaymiz. Davramizga 4-A sinf o'quvchilarining ota-onalarini taklif qilamiz. Eskalasa bo'lsin dayda, kechir qayir barimiz.
Rahmat.